Ha bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizda o'rda kattalarga salom beradi. Hozirgi yoshlarni qarang. Menda bir reja bor. Men bir reja ana qutini yashirib qo'yganman. Bu rejani keyinchalik sizga aytaman. Hozir bir mahallalar aylanib yuring. Ekanga ma'lumsiz yer talabi o'tiribdi. Nimadir yozilgan ekan. Notish qilgan ekan. Oğlum kızarası film. Nima? Ochilmayapti. Shojaxon, o'qitib qayerda oldi? Borib qarab ko'rchi, balki kalit bo'ldi. Hech narsa yo'q. Balkim o'zini qog'ozini ko'ramiz. Bu yerda shartlar bajarilgan. Shartlarni bajaring deyilgan. Balki shularni qilsa ochilib ketadi. Ketdik. Qani, nima bu? Cho'q. Quti bola topib olibdim. Ha. Qayerga ketyapsizlar buni? Mahalla raisi. Mahalla raisi. Uchta shartlari bor. Ha, shartlarimi? Ha, yaxshi. Ha, ketdik unda. Ketdik. Yetasizlar. Shu mahalla raisi. Biz ham borsak bo'ladimi? Qat'iy yurib ketdik. Ana, bolalar kelyapti, boshlandi. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Oldingizga kelgandik. Qutini ochamayapmiz. Quti topib olgandik. Buni siz oldingizga kelishimiz kerak ekan. Shartlari chiqdi. Shuni tushunmang. Berasiz? Sizlar hozir 3 ta shartni qilsanglar, o'shanda qutini ochasizlar. Aniqmi? Aniq. Mahallada Gulimomon degan ayol bor. Bilsanglar. O'shalardan borib daraxtni sug'arish kerak, yordam berasizlar. Ulardan chiqqandan keyin mahallada Ahad bobo bor. Ularning chiroyli duosini olasizlar. Ana shundan keyin meni yonimga kelsanglar, quti qanaqa ochilishini o'rgataman. Mana, boringlar. Rahmat. Ana yuring ketdik o'zi mahallaga. Malika, hozir. Qalaysan, yaxshimisan? Rahmat o'zing. Yaxshi, rahmat o'zing. Yaxshi, rahmat. Malika, qalaysan? Sizga chele bilan suv bering. Nimaga tinchlikmi? Qutov oldi, mahalla raisini oldiga o'tsak, daraxtlar sug'aringlar, yaxshilik qilinglar, shunda quti ochiladi. Ichida xazina bo'lishi mumkin. Sizlarga xazina. Bo'ldi, gap ko'paytirmasa, chele bilan suv ochib, tezlash. Kameramiz yashil bo'ladi. Ikkinchi shart bajarildi. Ikkinchi shart Abduhad aka oldi. Malika ketdi. Sizlar ham. Ketdi Malika. Malika sizlar bilan yuringlar. Kim ekan bular? Hozir chiqaman mana, chiqaman. Hozir.
mahallani yoshlari bilan oldingizga keldik. Mana shu arzimas sovg'a bo'lsa ham sizga. Alloh xolis so'rab. Bizga duo bersangiz. Bitta duo bersangiz, duo so'rab keldingiz. Yaxshi, yaxshi. Duoga kam bo'lmaysiz qachon. Iloho amin. O'zi shu bir yil yoshlar anaqa mahalla yili mana shu qilib hammanglar tan joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin shu qilib vatanga yaxshi xizmat qiladigan el yurtga xizmat qiladigan farzand bo'lishinglarni niyat qilaman. Allohim Robbana attina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Bir rahmatga ya Robbim. Allohu akbar. Bilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Biz hamma shartlarni bajardik. Hamma shartlarni bajardinglarmi? Aslida bu qutida hech qanaqa xazina yo'q. Xazina qayerda? Xazina aslida bu vaqt. Ha, bu vaqt. Bizning mahallada sizlardagi yoshlar borligiga mana biz faxrlanamiz. Baraka topinglar. Rahmat. Biz endi tushundik. Endi biz har doim mahallada faol bo'lamiz. Faol bo'lamiz. To'g'ri. Tushundinglarmi bolajonlar? Ha, tushundik. Rahmat sizga. Ota-onalarga Asl xazina bu vaqt ekan. Biz shuni tushunib yetdik. Siz ham mahallangizda eng faol yoshlaridan bo'ling.